Vaqt mashinasi 16-qism Toshkent. 1941-yil dekabr Zarqaynar ko'chasidagi O'zbek drama teatri. Sahnada Shekspirning Otello spektakli o'ynalmoqda. Otello rolida Abror Xudoyatov, Desdemona rolida Sora Ishontorayeva, Yago rolini Nabir Rahimov ijro etmoqda. Anshlag. Dekabr sovug'iga va urush davri muhtojligiga qaramay, zal tomoshabin bilan liq to'la. O'zbekiston SSR parlament deputati maqomida bo'lgani uchun birinchi qatorda o'tirgan Tamara Artyomovna Petrosyan spektaklni maroq bilan tomosha qilmoqda. "Ro'molcha qani, Desdemona?" deb so'raydi tishlarini g'ijirlatgan Habash general. "Mening generalim, gunohimdan o'ting, ro'molchani yo'qotib qo'ydim." "Ro'molcha!" deydi vahshat bilan baqlajonday qop-qora Otello ko'zlarini qonga to'ldirib. Tamara xonim bu dialogni eshitib birdan cho'chib tushdi. Muzday terga botdi. Atrofga qaradi. 2 yil oldin shu zalda o'tirgan o'nlab millat oydinlari bugun yo'q. Ularni vatan xoini deb otib o'ldirishdi. Tamara xonim ro'molcha qani deb ustida turgan tergovchi Guramni eslab yana qaltirab ketdi. 1933-yil Toshkent GPU 4-izolyator devoriga turg'izib, boshi ustiga o'q uzishganida ishtoniga siyib yuborganini esladi. O'shanda qandaydir ko'rinmas qo'llar uni himoyasiga olib, repressiya mashinasidan ancha uzoqqa, olis Xorazmga yuborib asragandi. 1941-yil aprel Moskva. Kuznets ko'prigi yaqinidagi madaniyat xodimlari yotoqxonasida turgan Tamara xonimni zudlik bilan Metropol mehmonxonasiga ko'chirishdi. Bu mehmonxona hozirgi til bilan aytsak 7 yulduzli lyuks edi. Vrangel, Kolchak, Trotskiy kabi kontrrevolyutsionerlar, Frunze, Lenin va Checherin kabi inqilob chavandozlari, Repin, Shalyapin kabi ijodkorlar, Suxibotir kabi dohiylar yashagan sotsialistik jahannam ichidagi yagona burjuacha jannat Moskvadagi Lubyanka metrosining yonginasida joylashgandi. Tamara xonim xonaga kirib qilgan ilk ishi 4 ta oyog'i arslon panjasiday yasalgan ichi sirli cho'yan vannani to'ldirib cho'milish bo'ldi. Cho'milib pushtirang momi xalatga o'ralganicha issiq shokolad ichib o'tirgan Tamara Artyomovnaning ichida zuhr bo'lgan huzur eshik taqillashi bilan yana xavotirga aylandi. Qo'rqsa qo'rqquday zamon. Xuddi shu Metropol mehmonxonasi restoranida shampan sharoblarini ichib, balet teatri raqqosalari bilan kankan raqsiga tushgan ichki ishlar ministri Nikolay Ijovni bir kechada mehmonxonaning shohona nomeridan butir turmasi yerto'lasiga olib ketishgandi. Tamara Petrosyan. Kolya Ijovni sharaflash marosimida qozoq oqini Jambul Jabayev bilan qatnashgandim. Qozoq shoiri Jambul qo'liga do'mbrasini olib, Botir Ijov haqida qo'shiq degan maqtovlik dostonini o'qib bergandi. 1938-yil. Dostondan keyin Ijovga atab bastakor Rechmenskiyning shoir Rublyov she'riga bastalagan ulug' chekist Ijov degan muzikasi yangradi. Ukrain, Belarus raqqosalari qatorida men ham raqsga tushdim. Qo'shiq eng qizigan payti ikkiga o'rilgan kokillarimni vertolyot parragiday aylantirib, raqsning kulminatsiyasini ta'minladim. Emotsional cho'qqi edi bu. Kolya Ijovning o'zi kelib, patnisdagi qip-qizil yertutdan olib og'zimga tutdi. Ijovdan o'lguday qo'rqardim. Uning qamalgani va xalq dushmani deb otib tashlanganini eshitib shok bo'lgandim. Ijov ayollardan nafratlanardi. Uning kabinetidan yalang'och erkaklarning shahvoniy rasmlari topilganini bilardim. Nega bu gaplarni o'yladim? Chunki eshik taqillayotgandi. Ijov shu metropol jannatidan 1 minutda mosuvo bo'lib, o'zi yaratgan qiynoq mashinasi murvatlari orasida yanchilgandi. Ijov otilganiga qaramay, sistema o'sha. Eshikni ochib battar qo'rqdim. Ichki ishlar xodimlari kiyadigan harbiy kiyimdagi askar turibdi. "Sizni olib ketgani keldim, Tamara Artyomovna", dedi u. Toshkent 1984-yil may oyi.
Lisunova ko'chasi, aviasozlar shaharchasidagi Irinaning uyi. Jek slesari Gavrila o'ziga o'xshagan alkash sherigi bilan Irinaning uyiga ustiga qora dermantin qoplangan temir eshik o'rnatmoqda. Eshikning o'rtasida kim kelganini kattalashtirib ko'rsatadigan lupali durbin bor edi. Kiraverishda o'g'il kiyikning farmonbardor ovozi yangradi. Gavrila, bu yoqqa kel. Mashinadagi qutini olib ichkariga kiritib qo'y. Barin amriga itoat qilgan mujik misol Gavrila o'g'il kiyikning buyrug'iga bo'ysindi. Katta qog'oz qutini taksi yukxonasidan olib ko'tarib ichkariga kiritdi. Ortidan sumka ko'targan o'g'il kiyik keldi. Bu sen Galvarsga sovg'a dedi-da, sumkasidan bitta aroq, bir pachka prima papiros va ikkita shprot konservani Gavrilaga tutqazdi. Gavrila yangi o'rnatilgan eshik kalitini o'g'il kiyikka topshirib ketishga ruxsat so'radi. Bugun bo'shsan, zaqqumingga shu aroqni ichgin, boshqa ichma. Shu bilan kifoyalan. Ertaga vanna murvati va unitazni almashtirasan dedi o'g'il kiyik Gavrilaga ruxsat berar ekan. Gavrila xo'jasiga sodiq qul kabi bosh egib ta'zim bilan uyni tark etdi. O'g'il kiyik quti ichidagilarni xolodilnikka joylashtira boshladi. Yarmi oq, yarmi ko'k bankadagi zgushonka, tunuka konserva bankasida buqa go'shtli tushonka va qora ikra solingan bankalar. Vengriyadan import qilingan tovuq, doktorskiy deb ataladigan kolbasa va Irina nimaligini ham bilmaydigan yeguliklar. O'g'il kiyik bu ne'matlarni Moskva Dushanbe poyezdi provodnigidan sotib olgandi. U temir bankadagi chex pivasidan bittasini Irinaga qarab otdi. Bankani ilib olgan Irina uni qanday ochishni ham bilmasdi. O'g'il kiyik ko'rsatdi. Banka ustidagi temir halqani tortsa ochilar ekan. Pilzen deb atalgan mashhur pivo shu kunlarda ancha toliqqan Irinani sarxush qildi. Katta pul katta imkoniyatlar yaratadi. Bu aniq. Ammo katta pul ketidan musibat ham keladi. Otamning o'limiga ham sabab katta pul edi. O'limidan oldin otam 4000 so'mni ishxonasidagi seyfga solib qo'ygandi. Shu pulni olish uchun otamni o'ldirishdi. Shunday o'ylar girdobidagi Irina hayotda o'z o'rnini biladigan va o'z hukmini o'tkaza oladigan o'g'il kiyikka qaradi. Irinichka, g'am g'ussaga ne hojat? Senga bir turkman maqolini aytayin. Lim kiradi, lim chiqadi, joningga yoqib ketadi, saryog'day oqib ketadi. Nima bu? Bu pul qo'lingga kirsa joning yayraydi, saryog'day yoqadi. Qani oldik. Yaqinda uchib keladigan 2023-yil chivirining 5 ta ko'zi uchun deya o'g'il kiyik bankadagi pivoni simirdi. Lang ochilgan derazadan Vesotskiyning qo'shig'i oqib kirardi. Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi audio kitobi 16-qismini tingladingiz. Davomi bor.